Xo'sh, bugun televizorda nimalar bo'lyapti ekan? Xo'p. Shoshilinch xabar: butun dunyo bo'ylab atom bombalar samolyotlar tarqalib tushyapti. Ehtiyot bo'linglar, tezroq bunker quringlar. Nima? Do'stlar, sizlar ham hozirgini ko'rdilaringmi? Ya'ni nima deyapti? Yadroviy bomba tushadi? Yo'q, men unga tezroq tayyorlanishim kerak. Heyo do'stlar, bugun men sizlar bilan Grif va bugungi videoda men o'sha yadroviy bombaga tayyorlanaman. Go! Va do'stlar, mana men o'zim tvorskiyga, ya'ni kreativ rejimga o'tib oldim va hamma kerakli narsalarni olib oldim. Hozir menga kerakli narsalardan yarmini olib qurishni boshlaymiz do'stlar. Hop, bitta kompyuter ham oldim. Uyda ko'rib o'tirgani. Hop, demak, hop. Mashatga kirish bo'ladi. Biz unchalik kirish katta ham qilmaymiz. Shunday kiramizda, keyin pastga bir 50-60 blokka tushib ketamiz. Undan oldin bizda juda ham zirhlangan nezrit eshik bor. Buni bu yoqqa qo'yib olaman. Bilinyapti, juda ham zo'rligi. Yana havo ham yomg'ir nimagadir bo'ldi. Hop, tushib oldik. Batlarni yaxshilab ko'rib olamiz. Chunki yadroviy bombani bilsalaring kerak, u juda ham dahshat portlaydi. Bilmagan bo'lsalaring, O'zbekistonda Buxoroda gaz quvuri topilgan, shuning uchun O'zbekistonda ham yadroviy bomba portlatilgan. Hop, endi bizga kerak bo'ladi hozirchalik set qo'yib turamiz. Vaqt juda ham kam deyishyapti. Bunga biz ishonamiz, ishonmasak o'lib ketamiz. Shuning uchun tezroq batlarni ko'lab olib, tezroq o'zimizga bazani, ya'ni bunkerni qurishimiz kerak. Xo'p, bu blokda juda ham zirhlangan blok bu. Hozir bu blokdan keyin yana bir qator yopib chiqaman, chunki bilsalaring kerak. U ya'ni yadroviy bomba qanaqaligini. Hop, tepamizni bun bilan yopib chiqamiz, undan oldin bunlarni qo'yib chiqamiz. Hop, bu yerga biz svet qo'yib turamiz, yonboshlarimizni moblokdan yopib chiqaman. Tayyor bo'lsa ko'rsataman. Va do'stlar, mana men o'zimni bunkerimni qurib oldim. Qaranglar, juda ham chiroyli. Bu yerda kompyuter xabarlar bilib turgani, bu yerda soat ham bor. Soat necha 23:53. Hop, bu havo tozalagich 5000. Bu tashqaridan havo oladi. Bu yerda men dam olib o'tirgani qildim va eng asosiysi yotoq va ovqatdan muammo ham yo'q. Bu yerdan suv chiqsa kerak. Farqi yo'q. Idishlarimni yegan bo'lsam yuvaman. Bu esa mening zirhlangan kiyimlarim. Hop, endi men tepaga chiqib, hozir bu yerga konuslar qo'ydim va mana havo tortgich 5000. Endi kirib pastga sekin tushamiz. Hop. 2 soatdan so'ng yo aldashdimikin meni juda bo'lmayapti shunchadan beri. Boshlandi. Samolyotdan kelyapti menimcha. Hozir tezroq kiyish kerak. Voy, nima bo'lyapti? Bu avtomat ham bo'ldim. Agar o'zgacha yoringlar tushsa. Do'stlar, nima bo'lyapti? Do'stlar, tezroq kanalimga obuna bo'lib, like bosib, tezroq kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Iltimos, tezroq shu videoga like bosinglar. Hop, to'xtanglar, o'rtog'imdan soобщение keldi. Hozir bu soобщениeni ochib ko'ramiz. Do'stlar, oradan 2 oy o'tdi va o'rtog'imni videosini ko'rgandan keyin men juda ham qo'rqib qoldim. Chunki uning qishlog'i yo'q bo'lib ketibdi. Yaxshi ham men bilan yashamas ekanman. Hop, hozir qo'limizga pistolet tushimizda sekin tepaga chiqib qarab ko'ramiz.
ochamiz va do'stlar, yaxshiyam menda anchagina uzoqda ekanman, lekin baribir uning tumanlari, ya'ni hidlari kelibdi. Juda ham sassiq, yaxshiyam meni maskam bor ekan. Maskamdan ham jicha-picha o'tyapti. Bunkerda hidi juda ham zo'r ekan. Yaxshiyam havo tozalagich 5000 ni qo'yibman. Tashqari juda ham yomon ko'rinyapti. Do'stlar, video shu joyda tugaydi. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Kommentariyaga ham yoqdi deb yozib qo'yinglar. Xayr.